Hammaga salom. Bugun yana men sizlar bilan Miniyoman. Men bugungi videomda eng qiyin Minecraftda 200 kun yashab qolgan. Xullas, bu videoning birinchi qismi. Keyingi qism chiqqan payt birinchilardan berib ko'rish uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Xullas, men videomni boshladim. Demak, birinchi navbatda biz hozir har doimgidek daraxt chopib olamiz. Keyin esa asta-sekinlik bilan tosh qazishga o'tib olamiz. Demak, bu videoda bizning qiladigan maqsadimiz qishlog'im borkan. Bu videoda bizning qiladigan maqsadimiz turli xil fermalar qurish. Keyin esa Enderdragonni yo'q qilib, Endga borib keyin esa Netherda turli xil oltin ferma shunga o'xshash narsalar qilib, yana Wither yo'q qilishga boramiz ham. Ular shu narsalar hammasini jami 200 kun ichida qilishimiz kerak. Hozir bizda demak qishloq bor ekan, qishloqdan ozgina ovqat olib bu yerdan ketamiz. O'zi bu galgi meni urish kerak edi, bu yoqqa Enderman bilan talpa boshlab ketdi. Ey. Ama bu yoqqa mana. Urasam yo'qmi? Yana qaytadan urish kerak. Shuncha qochgan bekor ketdi. Ikkinchi kun ham bo'lib, bu galim haliyam meni urgani yo'q. Qachon urasan? Bu ikkita Enderman paydo bo'libdi. Bular yo'q qilsang, keyin bu galim yo'q qilamiz. Demak, men hozir ikkinchi kundan ancha narsa to'plab qo'ydim. Shundoqqina bu yerdan ketaversam, mana bu spam bor ekan. Yana bu yoqda turibdi. Biz uchun ancha narsa to'plab oldim. Endi esa men bu yerdan daraxtlarni o'raman, keyin esa daraxt chopib, o'zim uchun yangi joylar qidirishga boraman. Demak, endi uxlab olamiz. Va nihoyat 3-kun. Yalmog'izda bu yerdan yo'q qilib yuborish kerak hozirroq. Yo'q qilmay. Temirlar bor ekan. Mayli, yo'q qilmaymiz. Demak, bu yo'q ham bor bilan endi qazib olamiz. Hech birisi bu yerga kirib chiqib kelmasa kerak. Bu yana bor ekan. Bu yerda ham bor ekan. Ko'mirlarni olib boramiz. 3-kundan shu yerdan buzilgan partalarni topib oldik. Shu yerda nimalar bor? Obsidian bor, oltin blok bor. Shuni bu yerda. Oltinimni bor ekan, buni olib ketaman. Demak, bu yerlarni hozir biz tekislayveramiz sekinlik bilan. Shu bilan keyin uy qurishni boshlaymiz. Demak, hozir men tozalab ham bo'ldim, tekislab ham bo'ldim bu yo'llarda. Endi esa biz uyimiz oddiy bo'lmaydi, shuning uchun o'zimga qum bilan 1-2 kremlin to'playman. Bu yoqdan kremlin to'playman deguncha bitta riderni ham yo'q qilib yubordim. Endi hozir demak, o'zimizni tekislagan joyimizga kelib ham oldik. Mana buzilgan partalar bor. Demak, endi o'zi qishloqqa borsa red boshlanadi. Qo'shimchasiga biz hard ko'rganmiz. Red ham ancha cho'ziladi. Demak, biz hozir red boshlansa, keyin uyni qurilishini keyinga qoldiramiz. Demak, biz ham hozir qishloqqa keldik. Ana endi bu yerda red boshlandi. Bir nechta qishloqlarni qamab olamiz. Ham tezroq uyga kir. Tez qani kir. Sen kallang ishladimi? Bu yo'ldan yurdi. Yur tezroq. Ish yo'q, o'rab qo'yaman menga. Qachon ular ham kelish boshlar. Hey. Sanimi? Qani meni urchi ko'zing ko'rsatam. Tezroq uni o'rab qo'ymasam o'zi bular ham talpani boshlayman ustidan.
Böyle bitta qishloqqa asrab qo'ydik. Endi bu yerda qo'yan reyderlarni yo'q qilamiz. Bular yo'q qilindi deymchi qachon 4-kun ham tugayapti. Hardcore bunchalik yuzladi o'ylamagandim umuman. Demak, ular endi bu safar qayerdan keladi? Manimcha 2 marta o'sha urush quroli bilan shu bilan tugasa kerak. Ana bu yoqdan kelayotgan ular yo'q qilamiz endi. Demak, bizda hozir 6-kun ham tugayapti. Bizda demak hozir keraklicha sement yig'ib, xullas sementlar yig'ib bo'ldik. Endi bulardan beton qilib chiqish uchun bu yerga yig'amiz. Netib ketdi. Endi asta-sekin bilan yig'ib chiqsak, shu bilan uyimizni qurilishini boshlasak ham bo'ladi. Bulardan beton taxlab, endi betonlar olib chiqamiz.